Lokatsiyaning zo'rligini qarang. Shundoqqina yo'lni bo'yi 12 etashgan ko'rdilaring. Nurxon gaz vadani shundoqqina yonida joylashgan 3 qavatli g'ishtlik domda 3-qavatidan 2 xonali skvoznoy holatdagi kvartira sotuvga chiqmoqda. Shundoq yo'lni bo'yida tomon ko'rishingiz muhayyo, bu tomon Nurxon chorrahasi. Juda ham zo'r lokatsiyadan 2 xonali skvoznoy holatdagi kvartira. Bu birinchi xonasi, ko'rishingiz mumkin. Yotoqxona qismi. Uyni ko'rib turibsizlar, kosmetik holatda, lekin urinib ketmagan, chizilib yo boshqacha bo'lib ketmagan. Romlari, akfa romlarda holatlari juda ham yaxshi holatda qarang. Oyoqdagilari to'liq taxtapol bo'lgan. Bu zal qismi qarang. Panelli uydan ko'ra jicha kattaroq bu zal. Verandasi ham mavjud, ko'rishingiz mumkin. Qarang, kattagina verandasi. Oshxonani tomonga ko'chirib oshxonaga o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Bu tomoni mana oshxona qismlari. 2 xonali skvoznoy kvartira, oyoqdagilari taxtapol. Bu tomon tashqaridan kirish koridor, bu tomonda umumiy sanuzel aristollari mavjud. Holatlari yaxshi holatda. 3 qavatli dom, 3-qavatda g'ishtli dom. Skvoznoy holatdagi ushbu kvartira egalar tomonidan 28800 ga baholanyapti. Albatta, kamroq qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ulgurib qoling, bu ham 1-2 kunda sotilib ketishi mumkin, chunki juda ham zo'r hadavoy joydan sotuvga chiqmoqda. Bizga obuna bo'lib qo'ying, mana shunaqangi zo'r uylarni o'tkazib olmaslik uchun.